7 dekabr o'tib ketmasdan bu videoni ko'rishlaring albatta shart. Qarzdorlar qani? Qarzlaringning yechimi bor. Farzand talablar qani? Farzandlaringni Alloh taolo solihlaridan beradi. Ishi yurishmayotganlar qani? Safimizga qo'shiling, ishlaring albatta yurishadi inshaalloh. Mushkul bolalar qani? Mushkullaringning yechimi inshaalloh 7 dekabr sanasida bo'lishi mumkin. Buning uchun bee'tibor bo'lmang do'stlar. Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, aziz obunachilar, aziz xalqim, salomatmisizlar? Inshaalloh biz 7 dekabr kuni ajoyib xayrli ishni tashkil qilganmiz. Xabarlaring bor. Instagram tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda Xolmatov rasmiy profili nomlarida biz barcha ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritamiz. Hamda biz birgamiz nomi ostida Vaqf xayriya jamoat fondi boshchiligida yetimlarga, miskinlarga, boquvchisi yo'q xonadonlarga, nogironligi bo'lgan vatandoshlarimizga mehr saxovat karvonlarini qaratib, ularning holidan xabar olamiz, yaxshiliklariga sherik bo'lamiz va mushkullari bo'ladigan bo'lsa, moddiy, ma'naviy har tomonlama yordam berishga harakat qilamiz. Albatta, siz aziz xalqimiz, obunachilarni qo'llab-quvvatlashi bilan birgalikda. Shu bilan birgalikda do'stlar, bu yil qishki xayriyamizni ko'mir xayriyasi deb nomladik. Ya'ni O'zbekistonimizning gazlashmagan hududlarda yashayotgan, oilalariga gaz ta'minoti kirib bormagan yetim bolajonlarimiz bor, miskin oilalar bor, xonadonida erkak kishisi yo'q bo'lgan xonadonlar bor va nogironligi bo'lgan bir qancha oilalar borki, ular birgina tashvishi bor qishda. Uyimni qanday isitsam ekan? Farzandlarimni qanday isitsam ekan? Kechqurun nima qilsak sovqatmaymiz degan ma'nodagi qiyinchilik, mushkullar bor. Inshaalloh siz bilan biz shu yaxshi ishni tepasida turibmiz. 7 dekabr yakshanba kuni ko'mir xayriyasini tarqatishni rejasini qilyapmiz. Ko'pchilik aziz obunachilarimiz, saxovatpeshin insonlar orqali bu xayriyamizni sonini ko'paytirmoqchimiz. Ya'ni do'stlar, kelinglar, agar sizlarda ham ehson bo'ladigan bo'lsa, ehson qiling. 5 kilo ko'mirga bo'lsa ham 10 ming so'm, 15 ming so'm ehson qilingki, Alloh taolo mushkullaringizni oson qilsin. Qarzingiz bo'lsa, qarzdorligingizga najot bersin. Farzand talab bo'lsangiz, farzandlarni Alloh taolo solih solihalardan islomga, diniga, vataniga xizmat qiladigan sog'lom farzandlar bersin. Mushkuli bolalarning mushkuli mana shu ehsoni sababli, sadaqoti sifatli arisin. Do'stlar, kelinglar. Ko'mir xayriyasini davom ettiryapmiz. Xudo xolasi 7 dekabr kuni bu xayriyamizni tarqatish marosimini yetimlarga, mana shunday yuqorida sanab o'tgan oilalarimizga tarqatib, albatta aziz xalqimizni ehson qilganlarni duolarini olamiz. Xolmatov rasmiy mana profilimiz hamda biz birgamiz profillarimizga Instagram tarmog'ida qidiruvga xuddi shunday qilib yozib qidirib, bizni faoliyatimiz bilan tanishinglar, qilayotgan yaxshi ishlarimizga xayrixoh bo'linglar va albatta Telegramimizda mana biz birgamiz deb qidirsalaring chiqadi rasmiy guruhimiz. Shu guruhga obuna bo'lsalaring, albatta yaxshi ishlarimizni kuzatib, yaxshi ishga sherik bo'lganlar qatorida bo'lasizlar. Do'stlar, karta raqamlarimizni qoldiramiz. Bular ko'mir xayriyasi uchun ochilgan maxsus kartalar. Biz bularni eng munosiblarga, yuqorida sanagan yetim, ota-onasi yo'q yokida nogironligi bo'lgan oilalarda albatta holidan xabar olib, yakshanba kuni shu ishlarni rejasida turibmiz. Buning uchun siz azizlarning yordamlaring kerak. Bu videomizga befarq bo'lmanglar. Bir dona like bosib bo'lsa ham ehsonga sherik bo'ling. Sababi like bossangiz videomiz topga chiqadi, ko'pchilikka ko'rsatishga urinadi. YouTube tarmog'ida shunaqa. Like bosish bilan bizning videolarimiz ko'pchilikka ulashishiga yordam bo'ling. Agar ehsoningiz bo'lmasa, ehsoningiz bo'lsa albatta 15 ming, 20 ming bo'lsa ham qizg'onmang. Sababi qiyomat kuni mushkullar ko'p bo'lgan paytda, og'ir mashaqqatda qolganimizda albatta shu qilgan ehsonlarimiz bizga soyabon bo'ladi, bizni jannat sari yetaklashi mumkin. Shuning uchun do'stlar, bee'tibor bo'lmanglar. Yoki bo'lmasam kommentariyada haqqimizga duo qiling. Mana shunday yaxshi ishlar bardavom bo'lishini, yurtimiz tinch bo'lishini, faqirlar, miskinlar boyga aylanishini, nogironligi bo'lganlar Alloh taolo tomonidan berilgan muborak shifolar orqali tuzalishlarini so'rab yoki bo'lmasam bizga kuch-quvvat tilagan holatda kommentariyada bizga xayrixoh bo'ling. Yoki bo'lmasam shu videoni jo'natish tugmasi orqali Telegram gruppalarimizga, qarindoshlarga, gruppadoshlarga, sinfdoshlarga, umuman yaqinlarga, mahalladoshlarning gruppalariga tarqatingki, ularga ayting, do'stlar, jannatga yo'l yurish osonlashdi. Mana bunday yaxshi ishlarga sherik bo'laylik degan bir ma'noda yaxshi ishga sherik bo'lsangiz ham albatta inshaalloh buni ajrini Alloh taolo beradi.
Zeroki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Faman ya'mal misqola zarratin khayran yara." Misqol zarrachalik yaxshilikni ham albatta ko'rasizlar deydi Alloh taolo. Misqol zarra. Lekin bu qilayotgan ishlarimiz inshaalloh katta xayriyalar. Bunga hissa qo'shsangiz, albatta bu yaxshi ishga dalolat qilsangiz, xayrixoh bo'lsangiz, shu ishni qilganlik savobini inshaalloh olasiz. Va albatta shuni unutmangki, mana shu qilayotgan ishlarimizdan birgina manfaat bor. Bu ham bo'lsa xalqimizning duosi, yurishmayotgan ishlarimizning yurishligiga bir vasila, kasal tuzalmayotgan dardlarimizga shifo, yurmayotgan ishlarimizga bir najot bo'ladigan, bir yaxshi ish bo'lsa degan umidimiz bor. Va albatta xalqimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Mana shunday yaxshi ishlarda Vaqf xayriya jamoat fondi orqali qilayotgan faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlab, bunga keng imkoniyatlar ochib berilayotgan barcha mutasaddi xodimlardan ham Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Do'stlar, birlashamiz. Birlashsak biz ko'p natijalarga erishamiz. Xabarlaring bor. Biz birgamiz xayriya jamoamiz bilan birgalikda 3 ta uy qurdik. Ko'plab miskin oilalarga ko'plab xayriy ihsonlar qildik. Oziq-ovqatlar, sentyabr oyida maktab o'quv qurollari 1,5 mingdan ziyod xonadonlarga bu xayriyalarni tashkil qildik. Zeroki sizlarning yordamlaring bilan bir dona shu like bosganlaring, bir dona shu xayriyamizga ozgina bo'lsa ham ihson tushirganlaring va albatta ko'plab odamlarga jo'natganlaring bilan bo'ldi bu narsalar. Va albatta xalqimizning duosi, Alloh taoloning ko'magi bilan bu xayriyamizni ham inshaalloh shunday umid qilamiz, shunday niyat qilamiz. Mana shu Telegramga albatta a'zo bo'ling guruhimizga. Nima ishlar qilyapmiz, qaysi jarayonda biz nima yaxshi ishlar tepasida turibmiz, albatta kuzatib borsalaring xursand bo'lamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar. Hammalaringga rahmat, qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. Bu xayriyamizda ham bitta birlashadigan bo'lsak, inshaalloh faxrlanib keyinchalik ham aytib yuramizki, biz xalqimiz bilan birlashib mana shunday yaxshi ishlarni qilganmiz deb yuramiz. Do'stlar, bitta narsani men so'zimni yakunida aytamanki, Azroil alayhissalom insonni jonini olishlik uchun bandaga yaqinlashganda, banda birgina nido qiladi. Birgina iltijo qiladiki Parvardigorga: "Ya Robbiy, menga ozgina imkon bergin. Ozguncha o'limimni kechiktirginki, men sadaqa beray, ehson beray. Shu orqali solihlardan bo'lay" derkan. Chunki sadaqa berishlik uchun hech qancha vaqt ketmaydi. Namoz o'qiymansa, namozga ko'plab vaqt ketishi mumkin. Haj qilamansa, katta mashaqqat talab qilinadi. Lekin ehson bergisi kelgan odamga yotgan joyda ham, turgan joyda ham, o'tirgan joyda ham ehson qilishi mumkin. Va bu men sizga bergan takliflarim, kartalarimizga pul tushirish orqali. Ozgina bo'lsa ham uyalmang. Muhimi pul tushirmaslikdan uyaling. Yoki bo'lmasam pulingiz yo'q. Bu videomizga like, kommentariya va yaxshi ishga sherik bo'lib ko'proq odamlarga jo'natishlik bilan xayrixoh bo'lingki, bu ham ehson. Muhimi biz mana shunday odamlarning nomidan gapiramiz. Miskinlar, otasiz bolajonlar, mana shular siz bilan bizni kutishyapti. Shunday ekan do'stlar, birlashamiz. Sog' bo'linglar. Bu xayriyamizni albatta kuzatib turinglar. YouTube tarmog'iga ham qo'yamiz, lekin vaqt talab qiladi. Shuning uchun Telegram guruhimizga a'zo bo'lib, yaxshi ishlarda sherik bo'ling. Doim Alloh taoloning panohida bo'ling.